Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mashq qo'zichog'imizni ushbu oyda onasi tug'ilmasdan operatsiya qilib olinganda. Xudo xolasa mana yurib qoldi inshaalloh. Sut bilan boqibdi buni. Yana yurish boshladi. Xudo xolasa yaxshi holati. Yur. Canavar. Maşallah. Kasbidan baraka topish uchun inson kasbiga mehr qo'yish kerak. Vafodor bo'lish kerak. Kasbini ulug'lash kerak, hurmatini qilish kerak. Hikmatini kim biladi? Kimnidir rizqini Alloh taolo tijoratga qilib qo'ygan. Kimnikidir yaxshi bo'ladi. O'sha olgan oz puli barakali bo'ladi. O'ziga yuqadi, oilasiga yuqadi, boy badavlat bo'ladi.